Minecraft lekin bizda yangi yil uchun top 5 modlar. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Pixter Minecraft va yangi yil bilan sizlarni tabriklayman. Bizda Minecraft uchun top 5 ta modda qana ketdik. Va bu modimiz butun boshli bir Minecraftingizni qish qilib beradi. Qish kelganda hamma joy sovuq va qorli bo'lishi kerak, to'g'rimi? Xullas, bu birinchi modimiz shulardan iborat edi. Ikkinchi modga qana ketdik. Ikkinchi mod Minecraftingizga yangi yil mebellarini qo'shib beradi. Siz buni Minecraftingizga qo'shib maza qilib o'ynasangiz bo'ladi. Mana bu yerda kompyuter deysizmi? Lambalar, chiroqlar deysizmi? Uyingizni bezasangiz bo'ladi. Bu yerda hattoki sovg'a ham bor. Minecraftda qochishlar bo'ladi. Alohida uzr, chunki men bir vaqtingizda 4-5 ta modlarni qo'shib tashladim. Minecraft o'z holiga qaytdi va siz sovg'ani qo'yib openni bossangiz, mana, uzr. Qotma, la'nati. Bu sovg'ani qo'yib uni bossangiz, ichidan narsa otilib chiqadi va bu sizga yangi yilingiz uchun sovg'a. Bizda pingvinlar ham bor bu modda. Mana abstraktni ko'rsin. Va yangi yilda video yoki rasm olishingiz uchun alohida fotokamera ham bor. Bu modlarni siz mening Telegram kanalimdan yuklab olishingiz mumkin. Telegram kanalim videosida yoki opisiyalarda bo'ladi yoki kommentariyada. Divan ustiga bosib tursangiz yotadi menimcha. Mana uni ustiga chiqib o'tirsangiz bo'ladi. Mana. Xullas, bu modlardan iborat edi. Yana juda ham ko'p pingvinlar yoki boshqa bir narsalar bor. Ikkinchi modimiz shulardan iborat edi. Endi navbat 3-modga qana olg'a. Bunda siz rasm bor. Ko'rishingiz mumkin. Короче, mana archaning rasmi. Yana bu menimchalik. Nima bu? Bu haykal. Xullas, uyingizda kimdir kelib mehmonga kelsa, u hayron qoladi va yangi yil kuni archa alohida negadir qo'yilmayapti. Xullas, bu yerda bezatilgan archa ham bor. Keyingisida yana qotish. Iltimos, sizdan uzr so'rayman. Bu qotishlar jonimga tegdi. Ana do'stlar, qochishlarni 2 soat deganda zo'r tugatdim. Men hamma yoq qish modini olib tashladim, lekin bu yerda haqiqiy qish. Bu mod emas. Xullas, shu yerda ko'rsatgan yaxshiroq. Archa va bezatilgan archa. Mana. Siz buni maza qilib do'stlaringiz bilan atrofida aylanib o'ynashingiz mumkin. Keyingisi esa qorbola. Mana bu ham yaxshi. Bunisi erib ketayotgan qorbola. Videolaringiz uchun kerak bo'ladi. Mana bu yana eng katta qorbola. Xo'sh, bu-chi? Bu bezatilmagan archa ekan, menimcha. Bezatilmagan archa. Bunisi yana bir bezatilgan archa. Bu nima? Bug'u shekilli. Bug'u mana. Bug'u. Bunga minib bo'lmaydi. Shunchaki bu bilan tashqarilaringizni bezatsangiz bo'ladi.
Bu yana bir bezatilmagan archa. Bu esa bezatilgan yana bir kattaroq versiyasi. Xullas, 3-modimiz sizlarga yoqdi degan umiddaman. Bizda endi 4-mod. Bu modlarni barini mening Telegram kanalimdan yuklab olishingiz mumkin. Boya aytganimdek, kanal silkasi videosida yoki описаниеlarda yoki bo'lmasam kommentariyalarda ham bo'ladi. 4-modimiz pingvinlar modi. Xo'sh, bu yerda har xil любой turdagi pingvinlar mavjud. Voya men sizlarga adashib ko'rsatgan ekanman. Xolos, uni adashmasligi uchun o'zingiz mod yuklab olib, maza qilib o'ynang. Mana pingvin. Ovozi ham bor. Bitta bo'ladi, bittagina pingvinchalar. Keyingisi bu yovuz pingvin. Ovozing o'chsin. Hali ham ovoz kelyapti. Xullas, bu egizak pingvinlar. Ular hamisha bir-birini ustida yuradi. Ular onasini izlamoqda. Bu esa boshqa. Bu makaroni turidagi pingvin. Bu suvda juda yaxshi suzib ketadi. Bu esa men sizlarga boya ko'rsatgan suv maxluqining kallasi, haykal. Короче, bu ham bir pingvin. Xullas, 4-mod shulardan iborat edi. Bizda 5-mod qana olg'a. Bizning 5-modimiz Qorboboning qishlog'i. Mana bu yerda Abdunegir Qorboboni, xullas, gnomchasi, elfi. Mana bu yoqda esa Qorboboning zavodi, gumbaz ostida. Qolgan joylarda sandiqlar bor. Siz bu yerda bu karta, bu yerga kirib siz kuchaysangiz bo'ladi. Qolgan joylar xuddi Qorboboning qishlog'idek. Archalar bezatilgan, juda ham chiroyli. Yanglish ko'xini beradigan mod va bu modni qo'shib siz maza qilib o'ynasangiz bo'ladi. Ayniqsa yangi yil kuni 12 ni kutish vaqtida bu modni maza qilib o'ynasangiz bo'ladi. Siz ham Minecraftda hech bo'lmasa o'z uyingizni boyagi ko'rsatgan modlarim bilan xohlaganingizdek, o'zingiz xohlaganday bezatishingiz mumkin. Va 5-mod shulardan iborat edi. Mening ismim Pixter Minecraft va kanalga obuna bo'ling. Bu modlar bari mening Telegram kanalimda bo'ladi. Telegram kanalim kommentariyada, описание va video ostlarida bo'ladi. Ko'rishguncha xayr, biz e'tirof birga bo'lishimiz kerak. Shuning uchun kanalga obuna bo'ling va videolar rivojiga hissa qo'shing.